bugün Kazan köyünde Cuma gününe Aspatal Şerif Meşri'nde bir yaşayışıyorlar. Biz bugün muzeynin yakın dostu Gülnaz İsmailovich Tulin'in ko'rgazmasini ochamiz. Biz endi ko'p yillar bilan tanish, ijodini kuzatib boramiz, kengashlar berib birga o'samiz deb aytishga bo'ladi. U bizning turli aksiyalarimizda da qatnashdi. Hozir uning o'zining personal ko'rgazmasi, bunda 30 dan ortiq uning ishi. Bu ishlar maxsus ko'rgazma shunda hozirlangan, ham endi 10 yil davomida da ijod etilgan. Shulay aytib biz uning bizning tomoshachiga tanish ishlar deb ayta olamiz, ham yangi ishlarida bunda ko'rgazmada ham bu ko'rgazma tatar san'atini, musulmon san'atini bizning tubakdagi ijod etuvchi kishining san'ati bilan tanishtiradi. Ham Kremlda bo'lg'ach, demak, bunda minglagan turistlar bo'lashaq, ham bizning millatdoshlar da turli tubaklardan ular bizning shunday yulduzimiz ning ijodi bilan tanisha olashadi. Birinchi ko'rgazmam tugul, 50 dan ortiq ko'rgazmam bo'ldi. Chet ellarda da, Qozonimizda, Rossiyamizda, chet ellardan Amerika Qo'shma Shtatlarida, Aljerda, Hindistonda, O'zbekistonda, shulay etib bugungi ko'rgazmamizda bek zo'r voqea mening uchun. Turmushim bilan men Oznaqaydan maktabni bunda turk litseyini bitirdim. Ham endi maktabni bitirgachda universitetga deb Turkiyaga o'qishga ketdim. Ko'p yillar davomida Turkiyada yashadim. Ham endi onda ikki universitetdan tish maxsus shu kalligrafiya ham tashrif kurslarini izlashtirish uchun maxsus o'qituvchilarga, maxsus kurslarga yurdim. Ham endi shuni aytib ketirga kerak, kalligrafiya ham tashrif texnikalarini o'zlashtirish uchun Turkiya eng yuqori bilim beruv nuqtasi o'rni. Meryem isimli kaligrafik kompozitsiyasi benim uyda da var. Hem kısayn Qorav, bu maktabda yanglashda mana benim uyda birden bir shunday kartina shaklida mana shunday ish tura, ham ishmerneli. Şamayiller profesyonel derecede Türk, İran, Yordaniya ustaları derecesine yetken. Türkiye'de oku yok kalınmagan elbette. Ama büyük tırışlığı, seleti görünüp durar. Yani her türlü yazı türlerin, poşetlerinden özleştirgen. Bana qarab turamiz, ko'figa men sop qotib turam. Eskitgach ko'fi bek og'ir, ana mana oralarini tegiz etib, tugal etib ishlab, proporsiyadan saqlab qiyin, hamma bir fantastik yaxshi ish. Bizning tatar madaniyatida, tasviriy ham amaliy san'atda mana shunday keng masshtabli ko'p janrlarda ijod etuvchi direktor, xalqimiz olarak o'zini mana shunday san'atga sog'lik ko'rsatgan